Biz dasturimizning avvalgi sonlarida 32 yoshli ayolining o'limiga sabab bo'lgan erkakning sud ishi boshlanganligi haqidagi lavhani efirga bergan edik. 3 nafar farzandining onasi 34 yoshli ayolning hayotiga nuqta qo'yib, aynan mana shu panjara ortida o'tirgan erkak ishi bugun jinoyat ishlari bo'yicha Tayloq tuman sudida ko'rib chiqiladi va yakuniy xulosaga kelinadi. 2 oyga yaqin davom etib kelayotgan sud ishida marhumaning onasiga so'z berildi. Uchta bolasini bebaxt qo'ydi. Meni bir umr onalik baxtiga kuydirdi. Balaginamni yosh umrini hazob qildi. Balamni aybi nimaydi? Yomon ko'rsa ajralib ketsin dedi bana. Necha marta ariza bergan bo'lsa, mana ichiga Tayloq sudiga bergan, oxirgisini Tayloq sudiga bergan, hammasi bor mana. Ish hujjatlarini ko'rib chiqish davomida sudlanuvchiga so'nggi so'z berildi. Yengillik berishlaringizni so'raymiz. Yordam berishlaringizni so'raymiz. Farzandimni qo'llanib kelajagini o'ylamayapti bular. Sudda yig'ilgan hujjatlar ko'rib chiqilib, hukm o'qildi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 97-mod 1-qismi bilan 12 yil 6 oy ozodlikdan mahrum jazosi tayinlansin. 2025-yil 20-iyundagi hukmi bilan tayinlangan jazoning o'talmagan qismi Jinoyat kodeksining 60-61 moddalari asosan yangi tayinlangan jazoga qisman qo'shish yo'li bilan hukmlar majburiy bo'yicha uzr kelsa 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli qamoq o'tash belgilansin. Birgina jahl bilan o'ylamay qilingan ish 3 nafar bolani onasiz qoldirdi. Sudlanuvchi esa umrining 13 yilini endi farzandlaridan, ota-onasidan uzoqda, panjara ortida o'tkazadi.